Assalomu alaykum barchangizga, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga juda ham mashhur bo'lgan paxlava shirinligini tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Juda ham mazali va og'izda eriydigan paxlava bo'lib chiqadi. Buning uchun bizlarga kerakli masalliqlar: 5 ta tuxum ishlatdim. Tuxumlarni oq va sarig'idan ajratib olamiz va bitta tuxum sarig'ini yuziga surtgani olib qo'yamiz pirogimizni va oqini muzlatgichga olib qo'yamiz. Smetana, margarin 500-600 gram atrofida un ishlatdim. Birinchi bo'lib unimizni elab olamiz. Va xona haroratida yumshagan margarinimizni solib, yaxshilab uqalab, urvoq tayyorlab olamiz. Mana shunaqa mayin urvoq hosil bo'lishi kerak. Smetanaga 1 choy qoshiqda ichimlik sodasi solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Ko'pirib chiqadi o'zi soda solganimizdan keyin. Endi esa xamir qorishni boshlaymiz. 4 ta tuxumimizni sarig'ini solamiz. Ko'pirib chiqqan smetanamizni solamiz. Va yaxshilab aralashtirib xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimiz qattiq ham emas, yumshoq ham emas, o'rtacha qattiqlikda, qo'lga yopishmaydigan, mana xuddi shunaqa xamir bo'lishi kerak. Xamirimizni ustini yopib, ozroq muzlatgichga olib qo'yamiz. Bu orada nachinkasini tayyorlab olamiz. Qora mayiz va yong'oq ishlatdim. Ikkalasini ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Mana to'g'rab tayyorlab olganimizdan keyin 2 choy qoshiqda shakar solib, ikkalasini yaxshilab aralashtiramiz va 2 qismga bo'lib olamiz, teng 2 qismga. Ustiga olib ozroq ishlov beramiz va 3 xil har xil bo'laklarga bo'lib olamiz. Birinchisi kattaroq, ikkinchisi o'rtacha kattalikda, uchinchisi kichkina qilib zuvalachalarga bo'lib tayyorlab olamiz. Muzlatgichdan tuxumimizning oqini olib, ozroq tuz solib, mikser yordamida oppoq penka bo'lguncha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Mana oppoq bo'lib ko'pirib chiqqandan keyin 150 gramda shakarimizni oz-ozdan solib, yana ko'pirtirishda davom etamiz. Shakar solib ko'pirtirgandan keyin bezemiz qattiq bo'lib ko'pirib chiqadi. Mana xuddi shunaqa bo'lib. Bezemiz ham tayyor. Endi zuvalalarimizni yoyishni boshlaymiz. Birinchi eng katta zuvalachamizni yoyib olamiz. Listimizni shakli va razmeriga qarab yoyib olamiz xamirlarimizni. Mana listimizga olib, yoygan xamirimizni ozroq chekkalarni chiqarib yoyib olamiz. Bezelar chiqib ketmasligi uchun. Endi esa eng kichkina zuvalachamizni yoyib olamiz. Bezemizni 2 bo'lakka bo'lib olamiz, 2 qismga ya'ni. Nachinkamizni ham bir qismini solamiz. Ustidan bezemizni yarmini solamiz. Va bir xil qilib tekis qilib yoyib chiqamiz. Mana ustidan yoyib tayyorlab olgan kichkina xamirimizni qo'yamiz. Chekkalarni taxlab olamiz.
Buni ustidan qolgan nachinkamizni solib yoyib chiqamiz va qolgan bezemizni hammasini solib, buni ham yaxshilab bir xil qilib tekislab chiqamiz. Endi esa o'rtacha kattalikdagi zuvalamizni yoyib olamiz. Eng ustki qismidan qo'yamiz. Chekkalardan chiqqanini kesib tashlaymiz va chekkalarni ichkariga qaytarib chiqamiz shunaqa qilib. Ustiga tuxumimizni, olib qo'ygan tuxumimiz sarig'ini surtib chiqamiz. Endi esa o'tkirroq pichoq yordamida shunaqa kesib chiqamiz yuzini. Tagigacha kesish shart emas. Men to'rtburchak shaklda qilib kesib chiqdim. Yuziga maydalangan yong'oq sepib bezatib oldim. Sizlar xohlaganingizcha bezatishingiz mumkin. Oldindan duxovkani yoqib qo'yganman 170-180 gradusda 40-45 minutda duxovkani og'zini ochmasdan pishirib olamiz. Mana paxlava pirogimiz ham tayyor bo'ldi, pishib chiqdi. Sovigandan keyin kesamiz. Mana juda ham mazali paxlava bo'lib chiqadi. İçlarini ham bo'lib ko'rsataman. O'rtasidagi xamir ham pishib chiqadi. Mana sizlarga ham tavsiya beraman tayyorlab ko'rishingizni. Juda ham mazali, og'izda eriydigan paxlava bo'lib chiqadi. Agarda videolarim sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarimgacha men sizlar bilan xayrlashib qolaman. Xayr, sog' omon bo'linglar. Fikrlaringizni kommentariyada ham kutib qolaman.